Bunaqa crash test hali ko'rmagansizlar. Kaflarizmizga ikki chiqamiz, sakraymiz, qaranglar. Relisi umuman qishayotgani yo'q. Baquvvatligiga bitta e'tibor beramiz. Balonlariga tepasida lazeri ham bor. Kunduz kuni ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Bu 120 razmerda. 150, 180 razmerda ham kaflarizmimiz bor. Narxini oxirida aytaman, chunki bitta ishlatib ko'rsatib berishim kerak sizlarga. Kafillar qalinligiga e'tibor beramiz. Kichkina kafil kesmaymiz. Endi bitta kesib ko'ramiz sizlar bilan. Qanaqa kesadi ko'ramiz. Bitta qo'lda ketdi. Ovoz yo'qotdi demanga buni. Menimcha cho'tki kesgan bo'lish kerak. Qo'yamiz, yengil. Bo'ldi, uje kafil sindi. Hozir bundoq qilamiz. Chetini bitta bundoq qilsak, ko'rasizlar, umuman chetini uchirayotgani yo'q, cho'tki qilib kesib beryapti mana. Kafil chokaga yuborib qo'yamiz bu videoni. 120 razmerdagi kaflarimizdan narxi $250. Xohlasanglar 150 razmerdagisi bor, $270, $20 aytsa qo'yapti. Xohlasanglar $20 qimmatiga 180 razmerdagisi bor. Buni ham bitta kesib ko'ramiz sizlar bilan. Ketdi. Bu ham bitta qo'lda kichkina barmoqda ketdi. Hoppa, og'zini qaranglar buni. Sindi uje. Ko'rasizlarmi qanaqa kesayotganini? Menga yoqdi lekin. Bundoq qo'yadigan bo'lsak, chokiga tushirib beryapti. Chetlarni uchirayotgani yo'q. Narxi $290, $20 aytsa qiladi. Xohlasangiz 120, xohlasangiz 150, xohlasangiz 180. Kim kerak bo'lsa pastda nomerlarga murojaat qilasiz. Bu videoni kafil chokaga yuborib qo'yamiz. Agar hozir xarid qiladigan bo'lsangiz, siz Toshkentda bitta birinchisida bo'ladi. Undan keyin xarid qilsak ko'payib ketib qolishi mumkin. Olinglar, ishlatinglar, sifatiga javob.